Cristiano Ronaldo jahon chempionatidan keyin uylanmoqchi. Futbolchi bo'lajak rafiqasi Jorjina Rodriges bilan bo'ladigan nikoh marosimi tafsilotlaridan ayrimlarini oshkor qildi. U 5 nafar farzandining onasi bilan uzoq yillik munosabatlaridan so'ng o'tgan yili unga turmush qurishni taklif qilgan. Bu haqda modelning o'zi Instagram sahifasida ma'lum qilgan. 10 yil kutganimdan keyin u kamida shunday uzuk berishi kerak edi, deydi 31 yoshli Jorjina unashtiruv uzugi haqida. E'londan bir necha oy o'tib, juftlik chindan ham orzudagidek, ammo kamtarona to'yga tayyorgarlik ko'rayotgani ma'lum bo'ldi. Jorjinaning aytishicha, u shov-shuvli marosimlardan ko'ra sokin va shaxsiy muhitni afzal ko'radi. Katta to'y emas, 100% kichik to'y bo'ladi, deydi u intervyularidan birida. Ronaldo ham bu qarorni to'liq qo'llab-quvvatlashini bildirgan. Jahon chempionatidan keyin to'yni kubok bilan birga nishonlaymiz. Jorjina katta bazmlarni yoqtirmaydi. U sokin va shaxsiy tadbirlarni afzal ko'radi. Men uning tanlovini hurmat qilaman, deydi futbolchi. Ma'lumotlarga ko'ra, juftlik nikoh marosimini 2026-yil iyun oyining o'rtalarida o'tkazishni rejalashtirmoqda.